Assalomu alaykum, Angrendan gapiramiz loyihamiz kuzatuvchilari. Bugun biz Angren shahrimizda o'z o'rniga ega blogerlarimizdan biri Noila Baxtiyorova bilan birgamiz. Noila opa, avvalambor bizni ko'rsatuvimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. Noila opa, shahrimizda eng oldi blogerlardan birisiz. Bunday natijaga qanday erishdingiz? Avvalo assalomu alaykum hammaga, taklif uchun rahmat. Endi birinchi o'rinda bu ham qanaqa случайно bo'lib ketdi. O'zi Instagramda mana shu soha bo'yicha o'qib, sekin odamlar ishonchiga kirib o'xshab ketdi. O'qiganmisiz oldin? Ha. Blog yuritishdan oldin o'qigansizmi yo blog yuritish davomida? Yuritishdan oldin o'qiganman. Birinchi o'zi masalan qiziqish bo'ladi odamda, qiziqib yuritib, keyin men professionalni xohlayman-da, rosa. O'shanda ham o'zi chiroyli yuritardim. Keyin ido o'qib, bizni kuzatishlarimiz davomida rosa ham ko'p kurslarga, Toshkentdagi imina katta blogerlarga qatnagansiz, to'g'rimi? Ha, ko'p kurslarda o'qigansiz. Har doim aytaman, o'zi O'zbekistondagi eng top, eng zo'r o'qituvchilarda o'qib bo'lganman. Hammasi o'qib bo'lganman. Kim zo'r chiqsa, hozir masalan mendan keyin-ku ular yangi chiqsa bo'ldi. Srazu o'qiyman, texnikalarni o'rganishga yoqadi. Qarang, bu sohaga qiziqishingiz qachondan boshlangan? Bu bilasizmi, o'zi masalan video yasashlar o'zi oldindan bo'lgan. Menda yasab, qiziqib yurardim. Ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lish menga o'z oldindan yoqqan. 2000 Instagramga masalan 2017-18lar kirgan bo'lsak, 21-22 lar boshlaganman. Undan oldin Instagramdan oldin Odnoklassniki degan narsa bo'lardi. Instagram keyin chiqqan-ku. Demak, o'sha Instagram chiqqan, srazu ko'rsatish bo'lib. Odnoklassnik chiqqan paytda Adnoda aktiv edim. Keyin Telegram, WhatsApp bo'lardi. Endi Instagram hozir aktualni. Ijtimoiy tarmoqlarda demak doimiy aktiv bo'lib kelgansiz. O'sha paytdan qiziqish bo'lgan. Xo'p, bu Instagramga kirib kelishingizda ham avval ota-onangiz yoki yaqinlaringiz, atrofingiz, xususan turmush o'rtog'ingiz tomonidan qarshiliklar yo'q. Qarshiliklar yo'q, umuman yo'q. Kontrol bor, lekin qarshiliklar yo'q. Naborot, поддержка. Hamma tomonidan. Qay darajada поддержка? Menga videolarimga endi aytaman, kontrol bor, nima qo'yaman, nima yo'q bor. Unga ota-onam tomonidan ham ayniqsa ayam hamma narsani chiqaraverma, gapiraverma deydi. Turmush o'rtog'im nima o'zi ideyalar berib, bos deydi, hech kimga qaraman deydi, bos deydi. Demak, negativchilarga umuman e'tibor bermasdan. Lekin sizda ham bo'lganmi negativchilar? Bor, ko'p. Qisman nima desa bo'ladi, ta'sir qiladi. Ayol kishimiz ta'sir qilmaydi deganda ham baribir uncha asabimga tegadi, lekin e'tibor qilmayman. Toshkentga qaraganda bizda Instagram endi rivojlanish boshlab, odamlarimiz endi Instagramni tushunish boshlayapti, to'g'rimi? Baribir bo'ladiki, boshida negativchilar juda ham ko'p bo'ladi. Hozir qabul qilishadi. Endi qabul qilishni boshladi. Biz Angrenda tomon turmush o'rtog'im bilan chiqaman uncha-muncha. Ko'proq shu turmush o'rtog'im bilan chiqqan kontentimda negativ bo'ladi. Negadir? Imina o'shanda. Qabul qilish olmayotgandir, bilmayman. Lekin ham o'sha yeydi ham, o'sha video turmush o'rtog'im bilan chiqargan kontentimni yeydi ham negativga ham uchraydi rosa. Demak, turmush o'rtog'ingizga ko'proq negativ, to'g'rimi? Shunaqa. O'zi hozir zamon shunaqa bo'lib qoldi. Blog yuritishdan boshqa yana qanday kasb egasi bo'lgansiz? Kengroq, batafsilroq. O'zi mutaxassisligim bo'yicha texnikni bitirganman, injener-texnologman. Lekin u sohaga qiziqmaganman. Bo'ladi-yu, u payt DTMlar bo'lardi. Просто topshirib ko'raychi, kirib ketarman degan narsa bo'lgan. 4-yili grantga kirib ketib qolganman. Hammasi bo'lgan-ku, biz boramiz, topshiramiz, qaytamiz. Xuddi shunaqa bo'lgan. 4-yil grantga kirganman, o'qiganman. Negadir meni o'sha kursdoshlarim hammasi случайно topshirganlar, qiziqmaganlar, hammasi kursdoshlarim bo'ladi. Men o'sha sohada ishlamadim, lekin qalb kasbim, просто ko'chadan o'rgangan kasbim bu xoreografiya, raqs o'qituvchisi bo'lib ishlaganman, yaxshi ko'raman. Planimda bor, xudo xohlasa davom ettirish. Yaqinda bir storiesingizda ko'rib qoldik, o'sha kurs ochmoqchi ekanligingizni. U kurs qanday bo'ladi? Kattalargami yoki kichkinalarga? Kattalarga ham, kichkinalarga ham xudo xohlasa plan bo'yicha, lekin hali joy qidirganim yo'q. Reklama yaxshi joy bo'lsa, raqs ochamiz. Biz bilgan Noila Baxtiyorni ekran ortida juda ham quvnoq, pozitiv, hayotda ham shunaqamisiz? Ekran ortida sal spokойныйroqman desam, aslida haqiqatan. Yo'q, biz bilsak, boshqa Angren shahridagi boshqa blogerlardan farqli sizni quvnoqligingiz, odam tanlamasdan общаться muomala qilib, hammaga birdek kirishib ketishingiz-da.
Hayotda ham hayotda ham shunaqa. shunaqasiz a? Undan ham sho'xroqman. Endi sal ekranni salonni o'zim bosib turay deyman. Atak sho'xman. Angrenda ilk bor pati bo'ldi. Ilk bor Noila Baxtiyorning patisi. Bu g'oya sizga qanday kirib keldi? Uni oldida qanday qo'rquvlar bo'ldi? To'g'risini aytsam, 100% qo'rquv bo'ldi. Tavakkal qildim. Hech kim qilmagan edi. Endi o'sha o'tkungacha qo'rquv bo'ldi. Mana To'g'risi. endi sizdan keyin уже patilar ko'payishga Bu odatga aylandi. odatga aylandi. Deyarli hamma qilish boshladi. Shu qanday qo'rquv yengib o'tdingiz? Bilmayman. Buni lekin haqiqatan Chechenkani patisiga borib ko'rib, Angrenni ham qilaman degan fikr bilan qaytib keldim. Shu tug'ilgan kunimga to'g'irlamoqchi emas edim. Endi artistni joyi anaqasiga qarab baribir shunga to'g'ri kelib qoldi. No, aytyapman, o'shaning uchun 2 oy oldinmi, 1,5 oy oldin объявление berdik. Tasavvur qilavering 18-gacha faqat qo'rquv bo'ldi. Qani biletlar sotilar ekanmi, qanaqa o'tar ekan. То есть o'tishidan, programmadan muammo bo'lmagan, chunki tadbirlar tashkillashtirib turganman. Lekin baribir qanaqa qabul qilar ekan, o'tarmikin, ketarmikin deb yo oxiriga kelib joylarim qolmadi, qo'shimcha biletlar ham sotildi. Sizda qo'rquv bo'lishi tabiiy holat. Nimagaki Angren kichkina shaharda. Kichkina. Blogerlarimiz ham unaqa ko'p emas. Endi mana endi sekin ko'payishni boshladi-ku, lekin ko'p emas-da. Просто hamchi pati bizda oldin bo'lmagani uchun fikr bo'lmagan, qanaqa bo'lishi haqida tasavvur bo'lmagan. Nabarot o'sha birinchi bo'lgani uchun odamlarda уже bildi, to'shta qanaqa bo'ladi. Hozirgilarga уже muammo yo'q. Muammo yo'q. Biletlar tars sotilyapti. To'g'ri. Zo'r. Tak o'sha Chechenka patisiga dan keyin qancha vaqt oralig'ida pati bo'ldi? Yangi yilda biz borganmiz. Yangi yilda birinchi marta borganman, yozda qildim. O'zimnikidan 2 kun o'tib yana bordim. Pati. Ikkinchisiga bordim, Chechenkani ikkinchi patisiga. Tak blogerlikdan daromadlaringizni ayta olasiz? Endi blogerlikdan stabilniy daromad yo'q, chunki blogerlar bizda faqat reklamadan pul ishlaydi. Reklama bir xilda bor, bir xilda yo'q. Hozirgi kunda stories narxingiz, $50, post narxingiz, $150. u kelishiladi. Kelishiladi. Ya. Balki undan arzonroq bo'ladi endi. Посвойство bo'lsa deydi. Keyin biz bilamizki, kurs ochgansiz. O'zingiz o'quvchilaringiz bor. Hozirgi kunda nechta o'quvchi chiqargansiz? Hozir bizda 6-chi potok ketayotgan bo'lsa, bitta narsa aytib ketay, например, oldinlari gruppa ochish uchun, guruh qurish uchun oldindan 10 kun oldin reklama berib, blogerlarga отметка qildirardim. To'shta yurish uchun hozir mana oxirgi 3 ta potokimda 1 kun oldin, 2 kun oldin o'zim e'lon qilaman, gruppa yig'iladi, ochaman. Do'st emasmi? 10 ta bilmayman, sonini bilmayman lekin. Qaranglar, hozirgi kunda mana bu bizga o'xshab, biz qatori blogerlikni yuritmoqchi bo'layotgan, lekin boshlashni qo'rqib, qandaydir nimadir ushlab turgan yoshlarga nima deya olasiz? Siz nimadan qo'rqyapsiz ayting? Dilik storieslarga chiqishdan qo'rqishim mumkin yoki ommada o'zimni ko'rsatishdan. Endi bu ozgina psixologiyaga ham bog'liq deb o'ylayman. Odam qachonki o'zini qabul qilsa, o'zini boricha qabul qilsa, birinchidan qo'rquv yenga oladi, keyin ikkinchidan bizni birinchi internetga chiqayotganimizda, ijtimoiy tarmoqlarga chiqayotganimizda bizga negativ o'zimizni qarindoshlarimizdan, yon atrofimizdan keladi. Bloger bo'lib ketibsanmi, endi sen ham blogermisan deganlardan boshlanib o'sha odamga ta'sir qilishni boshlaydi. Qachonki mana shu gap so'zlarga tayyor bo'lib, e'tibor qilmayman deganingizda, o'sha sekin-sekin olib borishni boshlaysiz. Birinchi o'shani yengib o'ta olishingiz kerak demoqchiman. Atrofingizdagilarning negativini. Atrofdagilar negativi. Keyin life hack, uzr gapingiz bo'ldim, life hack. Agar istoriyadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'zingizni qabul qila olmayotgan bo'lsangiz, 1-2 marta gapirmagan bo'lsangiz, 10 kun davomida istoriyaga emas, oddiy o'zingizni kamerangizni ochib, istoriyaga nima gapirib chiqamiz. 10 kun davomida repetitsiya qiling. Birinchi kun bilan 10-chi kunni farqini sezasiz. Sekin o'zingizni уже qabul qilishni boshlaysiz, xatolaringizni to'g'rilashni boshlaysiz. Shunaqa chiqib ketasiz. Hozirgi kunda blogerlikdan daromad bormi? Bor. Sizni asosiy daromadingizdagi blogerlik emasmi? SMMda. Xo'p, Noila opa, biz bilamiz, sizning 2 ta farzandingiz bor, oilalisiz, turmush qurgansiz. O'zingizni ideal, mehribon ona deb bilasiz. Ana og'riqli nuqta. Hozir endi to'g'risini aytsam, ish bilan, pul bilan bo'lib ketib, sal e'tiborim mana shu nima deydi, dunyoga o'tib ketib qolgan. Men maksimal harakat qilaman.
idealniy ona bo'lishga, bolalarim urushmaslikka, mana ular ko'p bog'chada bo'ladimi, bog'chadan payti u joylarga olib borishgan, aybim yurish uchun e'tibor qilmagan paytimni mana shunaqa chiqarib olishga harakat qilaman. Hech aya sog'indim degan gaplar bo'ladimi? Bo'ladi. 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 Va hozir mana bolalarim kasal, uyimizda usta, men ko'chada syomkalar bilan yuribman, bolalarim ota-onamnikida. Ayjon qachon kelasiz, ayjon qachon kelasiz deb o'tiradi. Qiyin a, blogerlik ham qanaqadir darajada san'atga kiradi, to'g'rimi? Qiyin. San'atga kiradi. San'atkorlarni mana endi oldin kadr orqasida ko'raverardik-ku, ularning ishi bizga oson tuyulardi. Mana endi har kuni syomkada yurib, u yoqdan bu yoqqa reklamalarga yurib, mana endi farzandga qandaydir vaqt ajratib olyapsiz yoki ajratib olmayapsiz, to'g'rimi? Bunga turmush o'rtog'ingiz qanaqa qaraydi? Men maksimal yordam berishga harakat qiladi, aytyapman, vaqtimizni, bo'sh vaqtimizni ajratishga harakat qilamiz bolalarga, yana rosa tashib qo'ymaganman. Olib boraman, aylanaman. Mana hozir prosta kasal bo'lib qolgan, men sharoitim yo'q, uyimda usta bor, qara olmayapman. Shuning uchun ota-onam olib ketgan. Xo'p, endi ota-ona dedingiz. Ota-onangizga qanday darajada vaqt ajrata olyapsiz farzand bo'lib? O'zingizda mehribon, ideal, ota-onam xohlagandek qiz bo'ldim deb o'ylaysizmi? Yo'q. Mana singlim bilan sirayni chiqganda e'tiborsizroqman. Kasalliklarida ham o'sha kuni ham aytdim, men aybim, mana kasal bo'lib qoldim, yaxshi bo'lib qoldingizmi deyman, lekin nima bo'ldi deb yana telefon qilmayman, so'ramayman. Mana shunaqa e'tiborsizroq odatim bor, lekin anaqaga yaxshi ko'raman. Sovg'alar, bu joylarga jo'natishni, mana shunaqa narsalar tashkillashtirishni yaxshi ko'raman-u, bilmayman. Shu minus tomonlarim bor bari. Hech aytganmi ota-onangiz tarafdan, Noila, sen ish bilan bo'lib tashlab qo'yding. Bizda hech ketadi deydi. Har safar ayam tanbeh beradi. 10 yil oldingi Noila Baxtiyorovnaga nima degan bo'lardingiz? 10 yil oldin 19 yosh bo'lsam, kollej ishlagan paytim ekan. Bosaver, seni zo'r kelajak kutib turibdi degan bo'lardim. Oldinda sen zo'r narsalar kutyapti. Afsus qiladigan narsa yo'q. Ha, xato qilgan joylarim yo'q. Men qaytganimda xato to'g'rilarim degan narsa yo'q. 10 yil oldinga qaytganimda mana shu yana yo'lda yurgan bo'lardim. Mana shu yo'lda yurgan bo'lardim. Shu turmush o'rtog'ingiz, shu farzandlaringiz, hammasi shu yo'nalishda. Demak, sizda armon yo'q. Orzular bor. Bor, ko'p. Orzular tugamaydi-ku odamda. Ko'p. Harakatli ekan orzular. O'sha orzuligicha qolmasligi uchun harakat qilish kerak. Men aytaman, hozir bolalarimga aytaman, hozir men harakat qilib olay, xudo xohlasa keyin zo'r yashaymiz deb qo'yaman. Bolalar dedingiz, qarang, bolalaringiz kelajakda blogerlik bo'laman desa, yo'q, qarshimasiman. Bu yomon narsa emas deb o'ylayman. Zamonaviy kasb, bu daromad. Mana hozir любой odam bolasiga qo'yib qo'yib, nima deydi, momentda foydalanish kerak. Hozir telefondan pul ishlayotgan paytda nimaga reklama, video olib pul ishlamasligingiz kerak, yomon emas-ku. To'g'ri ma'noda foydalansangiz, пожалуйста. Xo'p, vaqtni orqaga qaytganda qaysi davringizda yashagan bo'lardingiz? Kollej davrida. Har doim aytaman, menga eng talabalik oltin davri deydi, institut payti, lekin institutda endi bizani karantin bo'lib, menga eng ko'pi kollej payti yoqadi. Men yaxshi ko'raman. Maktabdan ham ko'ra, mana shu 3 yil kollej davrini rosa sog'inaman. Qarang, ekran ostida, suhbatimiz yakunida ota-onangizga, yaqinlaringizga yig'layman deysan, yig'loqman o'zi. Qanaqadir yaxshi, samimiy gaplaringiz bo'lsa. Hammaga dunyodagi eng yaxshi tilaklarimni tilayman. Hammani yaxshi ko'raman qalban. Ota-onamga bo'lsa, ota-onamni ham yaxshi ko'raman. Umrlari uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Doim bizga bosh bo'lib, har doim mana ota-onamizga hozir biz naproot поддержка bo'ladigan paytda men hali ham menga bolam deb поддержкада boringizga shukur ayadadi. Yaxshi ko'raman sizlarni. Turmush o'rtog'ingizga ham. Erim o'ziga aytib qo'yaman. Noila opa, sizga Navro'zaxon do'koni tomonidan chiroyli gullar hadya qilishdi. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda mana shu yerda Elifasga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bizga joy berganlari uchun. Noila opaga berganlari uchun rahmat. Katta rahmat Navro'zachaga ham, Elifga ham. Sizga ham rahmat taklif uchun. Aziz, sizga ham rahmat syomka uchun. Iloyim blogingiz zo'r bo'lib ketsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Yaxshi o'rinlarga chiqing. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ko'rsatuvimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Sizga sog'lik, salomatlik, omad, bundan keyingi ishlaringizda ham rivojlar tilab qolamiz. Bizni ko'rsatuvimiz yakunlangani yo'q. Xudo xohlasa, keyingi bloger kim bo'lishi, kim bilan intervyu olishimizni kommentariyada qoldiringlar.